Oilada qilishga intayin muvofiq, ta'mimi o'zga chiqdi, ham nashliqinglar deysanglarmi, ajoyib lazzatlik. Amsa yurak berib, meni saqlab olishni unutib qolmang. Nurg'un do'stlar, shu Jidengo'ningki qilish usuli yo'qmi ustam? Bizga o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz deb ayrim xat yozib ketgan do'stlarga. Bo'ldi, men sizlarga bugun Jidengo qilish usulining oddiy usulini olib keldim. Undaq bo'lsa, mazmunimga diqqat qiling. Jidengo qilish usulini boshlab ketdik. Eng oldi bilan 3 tal tuxumni chiqib olamiz. Ondan 10 gram limon suyini quyib etamiz. Ondan 70 gram shakarimizni to'kib olamiz. Endi mashinamizni mang'uzimizni yaxshi ko'ptirib olamiz. Qum bilan shakar bek yaxshi ko'pish kerak. Shu holatga kelgan chog'da dadanjerimizni to'xtatsak bo'ldi. Endi qolgan mashg'ulotimizni qilamiz. Endi matas qilib olgan 115 gram unimizni to'kib, paloq bilan soat sirkisi bo'yicha bir yo'linish bo'yicha aralashtiramiz. Yaqib oldik. Endi suyuqlik jismini aralashtiramiz. Endi 60 gram sutimizni pokiz bir qachimizga quyib olib, endi 20 gram sumayni aralashtirib etamiz. Yoki sizlar o'lchagan chog'da shu bir qachoqlam o'lchab mushta aralashtirib olsanglar bo'ldi. Mana buni aralashtirib oldik. Bosh tayyorlangan materialimizni mananga azroq silib yaxshi aralashtirib olib, menda qilgan chog'da men suyuqlik jismini maning quygan chog'da shtik aralashtirib olasizlar. Biroq suyuqlikni boshlam quyib etib, maqachdan ichiga tayyor qilib olgan ikkinchi materialni quyib etib bilan aralashtirsanglar, yaxshi aralashmay qoldi. Mana buni aralashtirib oldik. Endi bu bosh tayyorlab olganimizga quyib etib, yaxshi aralashtirib olamiz. Endi elimizning ichini seriq maydon etib, tayyor qilib olganimizni ichiga siqamiz. Mana buni tayyor qilib oldik. Endi duxovkamizni 180 da 180 qizdirib olib, 25 minut pishirib olib olsak bo'ldi. Yana qanday pishiriqlarni o'rganganlar bor, inkas rayoniga yo'llab qo'yinglar. Menga ergishib olishni unutib qolmanglar. Yurak